O'rtoqlar 3 xonali upakovonni uyimizga xush kelibsiz. Har bir mana shu videoni ko'rayotgan kuzatuvchilarimizga Allohim bundan-da yaxshi uylarni nasib qilsin. Bu uyimizning zal qismi bo'ladi. O'rtoqlar qaranglar qanaqa katta zal. Televizor, Wi-Fi, xullas hamma mebel, texnikalarigacha yep-yangi turibdi. Endi qolgan xonalarni ko'ramiz. O'rtoqlar endi spalnya xonani ko'ramiz. Spalnya xonaga e'tibor berishinglar mumkin. Spalnya kravatlar pod zakaz yasatilgan. Televizor deysizlarmi, grimyorishni, xullas shkaflargacha qo'yilgan gulchalarga ahamiyat beringlar. Juda ham приятный tarzda qilingan. Bu yoq esa bolajonlar uchun qilingan xona, dars qilib o'tirishlik uchun alohida joyi bor. Kravat, shkaf, xullas hammasi ideal. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Podyezddan kirish qismi mana shunaqa chiroyli prixoshkamiz. Kirishinglardan to'g'rida esa kuxnyamiz joylashgan. Kuxnyani bitta ko'ringlar. Opalarim, kenaylar, singillarim qaranglar. Qanaqa chiroyli, приятный kuxnya. Bu yerda ham polniy texnikalarigacha qo'yilgan duxovka, xolodilnik hammasi bor. Bu yerda o'zini hojatxonasi ham bor. Bundan tashqari prixoshkani o'zida общий sanuzel bor. Bunga ham ahamiyat beramiz. Dushovoy variant qilingan, даже kir mashinalargacha qo'yilgan. Hammasi gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hurmatli kuzatuvchilar, bu uyimizning joyiga qiziqayotgan bo'lsanglar, joyini bitta ko'ramiz. Manzilga ahamiyat beramiz. O'rtoqlar, Sebzordagi NBU banki hamma yaxshi biladi. Mana shu bankning orqasida turgan birinchi domda joylashgan. O'rtoqlar, domlarning pastida metro, yoninglarda Ganga Moroshis. Xullas joyga gap bo'lishi mumkin emas. O'rtoqlar, joyini ko'rdinglar, juda ham chiroyli va ideal lokatsiyada joylashgan. Uyimizni yana bir bor eslataman. 3 xonali, 6-qavatda joylashgan, jami 9 qavatli frantsuzcha planirovkali domda. Narxiga keladigan bo'lsa, $124,000 so'rovimiz ozroqana kelishtirib baraka qilinadigan joyi bor. Shunaqa uy-joylarni zo'rini yo'qotib qo'ymaslik uchun Uy-joy City'ga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hayotgacha o'zingiz ham uyingizni sotmoqchi bo'lsangiz, bemalol Uy-joy City'ga murojaat qilsangiz bo'ladi. Uy-joy City bilan oson va qulay.